Assalomu alaykum barchaga. Hozir sizlar bilan ikkinchi yutuqli savolimizga yechim qilamiz. Savolimiz mazmuni qanday edi? Demak, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial va hokazo 34 faktorial. Mana shu 34 ta faktorialdan iborat bo'lgan ko'paytma 17 ning qanday eng katta darajasiga bo'linadi? Demak, bu masalani yechish uchun biz nimalarni bilishimiz kerak? E'tibor qiling. Bu masalani yechishimiz uchun biz faktorial degan tushunchani bilishimiz kerak birinchi navbatda. N faktorial degani birdan n gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi degan. Misol uchun mana 1 faktorial 1 ga teng, 2 faktorial 1 ko'paygan 2 ga teng, qarang. 3 faktorial 1, 2, 3 sonlari ko'paytmasiga teng, 4 faktorial 1, 2, 3, 4 sonlari ko'paytmasiga teng, 34 faktorial birdan to 34 gacha bo'lgan natural sonlarda ko'paytmasiga teng. Endi yana bir narsani bilishimiz kerak. 6 soni 2 ko'paygan 3 degani. Shuning uchun 6 soni 2 ga bo'linadi. Nima uchun 2 ga bo'linadi? Ko'paytuvchilar tarkibida 2 bor. 6 soni 3 ga ham bo'linadi. Chunki ko'paytuvchilar tarkibida 3 ham bor. 6 soni 6 ga ham bo'linadi. 2 kere 3 6 ni bergani uchun. 6 soni 5 ga bo'linmaydi. Nima uchun 5 ga bo'linmaydi? Chunki ko'paytuvchilar tarkibida 5 yo'q. Yoki 4 ga bo'linmaydi. Ko'paytuvchilar tarkibida 4 yo'q. Mana shulardan foydalanamiz endi. E'tibor qiling, demak 1 faktorial tarkibida 17 bormi? Yo'q. 2 faktorial? Yo'q. 3 faktorial tarkibida 17 bormi? Yo'q. 4 faktorial tarkibida bormi? Yo'q. 16 faktorial tarkibida ham 17 yo'q. To'g'ri, 16 faktorial juda ham katta son bo'ladi. Lekin tarkibida 17 bo'lmagani uchun u ham 17 ga nima qilmaydi? Bo'linmaydi. Bo'linadiganlarni yozib chiqaman. E'tibor qiling, mana shu joydan yozaman. Xo'sh, 17 faktorial, qalamga o'taylik. 17 faktorial 17 ga bo'linadi. Mana bu belgi bo'linadigan. Xuddi shunday 18 faktorial ham 17 ga bo'linadi. Nima uchun? Chunki 18 faktorial birdan 18 gacha bo'lgan natural sonlar ko'paytmasi tarkibida 17 bor. Xuddi shunday 19 faktorial ham bo'linadi 17 ga. Va hokazo. Xo'sh, nechigacha edi? 34 gacha edi. 33 faktorialimiz ham bo'linadi 17 ga. 34 faktorialimiz ham bo'linadi 17 ga. E'tibor qiling, mana shu ko'paytmadan, masalan, shartida bergan ko'paytmadan dastlabki 16 ta faktorial bo'linmas ekan. Bular bo'linadi. 17 faktorial tarkibida bitta 17 bor. Bitta. 18 faktorialda ham bitta 17 bor. 19 faktorialda ham bitta 17 bor. Va hokazo. 33 faktorialda ham bitta 17 bor. Ammo 34 faktorialda e'tibor qiling. 34 faktorialda 17 soni bor. 34 soni bor. 17 qarang, bitta 17 bor. 34 tarkibida ham bitta 17 bor. Shuning uchun bu yerda 17 ni ikkinchi darajasiga bo'linadi. Ikkita 17 bor. Bo'ldi, mana shular qo'shib qo'yishimiz kerak. Nechta son bor bu yerda? Jami 34 deydi. 34 tadan 16 tasi chiqib ketsa 18 ta qoladi. Xo'sh, 18 tadan 17 tasida 1 bor, ya'ni 17 ni birinchisiga bo'linadi, bittasida 17 ni ikkinchisiga bo'linadi. Hisoblab qo'ysak 19 bo'lar ekan. Savolda aytilgandi, 17 ning qanday eng katta darajasiga bo'linadi? Demak, javob 17 ning 19-darajasiga bo'linadi. Javob 19 bo'ladi. Mana. Bu bizda ikkinchi yutuqli savolimizning video yechimi edi. Salomat bo'lingsizlar. Keyingi videolarimizni kutingizlar. Bundan da manfaatli videolar chiqaramiz.